O'zbekiston yutqizmadi. Men Tojikistondanman, mana. Tojikiston pasportim. Ba'zi bir O'zbekistonliklar bir xil kommentariyalarda kulib, o'z davlatlaringning ustidan kulib, o'z bayroqlaringning ustidan kulib, bu uyalmaysizlarmi? Shunchaki pasportlaringni bir ochinglar, bitta ochinglar, O'zbekiston bayrog'i turibdi. O'zbekiston fuqarosisiz. Men uchun O'zbekiston yutdi. 100% yutdi. Yutqizsa ham yutdi men uchun. Stadionga tushib borku o'ynash o'zi emas. Bilasizmi? Biror marta bir to'p deb ko'rganmisiz? Bu o'zi emas. Ulardan shunchaki harakat bo'ldi. Malades, respekt. Hammasiga prosta gap yo'q. Men qoyil qoldim. Bundaqa o'yin men tariximda hali biror marta ko'rmaganman. Bilyapsizmi? Malades, omad. Hali oldinda ikkita o'yin bor. Balkim bu sinovdir. Ularda hayajon kuchlidir. Ikkita o'yinda nima qilishini o'zlaring bilaveringlar. Bilyapsizlarmi? Men uchun yutdi O'zbekiston, hamisha olg'a. Tojikiston, West Tojikiston kecha sizlarni padeshka qildi. West Tojikiston padeshkada bo'ldi. Endi boshqa davlatlarni bilmayman, men o'zim davlatim haqida fikr bildiraman. West Tojikiston padeshka qildi. Malades. Tojikiston sizlar bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz ko'nglimiz pok. Imino O'zbekistonga qalbimiz g'arazligimiz yo'q. Sog' bo'linglar. O'zbekiston yutadi. Garantiya beraman, yutadi. Qarab turing.